Bugun qizlarjonlar minnatdorchilik darsimizni 7-kuni. Bugun sizlar bilan nimalarga minnatdorchilik bildiramiz yoki kimgadir. Bugun uyingizda bor bo'lgan har bitta buyumga minnatdorchilik bildirasiz. Bugun sizga xizmat qilayotgan har bitta buyum uchun minnatdorchilik bildirasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Masalan, hozir mana telefonda meni eshityapsiz. Mana darsni eshityapsiz yoki naushnikda eshitayotgandirsiz. Birinchi mana shu naushnikingizga minnatdorchilik bildirishdan boshlaymiz. Yoki bo'lmasa qo'lingizda telefon turibdi-da. Mana shu telefon sizga xizmat qilyapti. Unga minnatdorchilik bildirish. Telegram kanaldan kiryapsiz. Telegramga minnatdorchilik bildirish. Suv ichyapsiz. Mana suv ichayotgan krujkangizgacha minnatdorchilik bildirish. Yeyotgan ovqatingizda nimaga suzilgan? O'sha tarelkaga suzilganmi, kosaga suzilganmi, pelada choy ichyapsizmi? Har bitta buyum uchun. Hozir mana uyingizda yuribsiz, gilamni bosayotgandirsiz, stulda o'tirgandirsiz. Har bitta sizga xizmat qilayotgan har bitta buyum uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qaranglar qizlarjonlar, yana bitta narsa. Ko'p holatlarda mana uyga vibratsiyasi tushib ketadi. Mana buni ayollar bilishadi yoki kelinlar bilishadi, shu kelgim kelmaydi uyga. Mana shu darajaga kelib qolgan bir xil paytda. Bular hammasi uyingiz shu darajaga kelib qolganligi uyingizga nisbatan, uyingizdagi buyumlarga nisbatan minnatdorchilik yo'qligida bo'ladi. Shuning uchun bu nimaga yordam beradi bizga? Bu uyingizda vibratsiyasi ko'tarilishiga, uyingizda energiyasi kuchayishiga yordam beradi qizlarjonlar. Shuning uchun bizga xizmat qilayotgan, mana uyimizda bor bo'lgan hamma buyumlarga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bir xilda turibsiz-da, devoringizga suyanib turibsiz. Mana shu devoringiz uchun minnatdorchilik. Eshigingizni ushlab ochyapsiz. Eshigingizni ruchkalarigacha shu borligi uchun ham yoki o'sha eshigingiz uchun ham minnatdorchilik. Yoki o'sha uyingizda yurganingizda kiyadigan bir xilda o'sha damashniy tapichkalar bo'ladi. Ular uchun ham hamma xullas mayda-chuyda narsagacha ham minnatdorchilik bildiraverasiz. O'sha aytganimdek, masalan 10 ta yozasiz bunga, qolganini kun davomida his qilib aytib yuraverasiz. Prosta mana shu qoshuqlaringizni ushlab qoldingiz yoki o'sha tortmadan olmoqchi bo'ldingiz ovqat tayyorlayotganingizda. Bu paytda sразу o'sha qoshuqlaringizga minnatdorchilik bildirib, o'sha qoshiq qo'yadigan stolingizga minnatdorchilik bildirib, mana ovqatlanadigan stolingizga, xullas uni ustida turgan klonkangiz bo'ladimi, dasturxoningiz bo'ladimi, hamma uyingizdagi bor jamiki buyumlaringizga minnatdorchilik bildirasiz bugun.